Ah, oh, qanday ajoyib kun. Voy, quyoshni qaranglar. Oh. Uyim ham bunday xarobada. Butulkalar bilan yashayapman. Qani bir pul topishim kerak. O'zimga men maqsad qo'yaman. Men bugundan boshlab o'zgaraman. Shu uydan to boyvachcha bo'lib ketaman hali mana. Pullarim ko'payib ketadi. Hozirgi ishimiz butulka terish. Hozir men parkdaman. Hech kim bilmaydi, bu joylar yopilib ketgan. Agar bu joyda yashayotgan militsiyalar ko'rib qolsa, qamoqqa olishim ham mumkin. Endi shu har doimgi ishimiz butulka terish. Men ham bir paytlar bir yaxshi bir odam edim. Pul topishim kerak yashash uchun. Katta shahar. Shuncha butulka odamlarga ham hayronman. Nima qiladi shuncha butulkani? Yerga taylab. Bu yerda har kun har xil narsalar bo'ladi kechqurun. Akalar, moshimmi? Voy. Qani edi meni ham moshinim bo'lsa. Lekin bu yerga kirib bo'lmaydi-ku. Qanday qilib moshin taylab ketishibdi? Bilmadim. Endi bir o'g'irlar bo'lishi ham mumkin. Men teginmay, yana men bo'ynimga qolib ketmasin. Mana shu yerdagi yana ozroq bir butulka terib, ularni sotishga olib boraman. Qolganlarini ola olmayman, chunki mendan tashqari ham yana bomishlar bor. Agar bularnikini ham olsam, menga xalaqit berishlari mumkin. Ular ko'pchilik. Men endi bir oddiyman. Mana shu binodan bitta uy sotib olganimda edi. Juda ham qimmat. Yaxshi ham sezib qolmadim. Yangi joymi? Kameralar, Oy, siz nima menga bunday? To'g'rirog'i, urma, Ber qayer? Pardalar. Men bir kirib ko'rmasam bo'lmaydi. Tamam. To'xta, sen o'tgan joy emas bu. Voy. Menda pulam ko'p menda. Hali bir ko'rishamiz, Bo'ldi, bunday xitaylamang. Bo'ldi, brat. Bo'ldi, brat, uzr. Nima deysan? Men ko'rayapman. Kalangni artib qo'yaman. Yo'q, bitta bomish. Salom. Bomish aka. Chiqay, bomish. Ses yo'qdi bu. Men bu misrlarni olib ketagan kerak bo'lsa, menga vashchi kerak emas. Qanday misr? İşte içeri taşıp gider. Bilmiyorum. Boylik. Давай. İşte voy. Buni soqqani zo'rini ishlasam kerak. 50 ta butulka. Yaxshi. Давай, şimdi komishxona bo'ldi, ko'rishamiz. Xo'p, brat. Salom, bo'mish brat. To'g'rirog'i bo'mish sotuvchi. Qarchi, men mana idishlar olib keldim. Qayerga qo'ysam bo'lar? Sandiqqa qo'y, bo'sha qayerga qo'yasan? Aha. Akalar bu. Qancha olayman? 50 ta idish olib keldim. $25. Ha, bo'ldi. $25 dollarmi? Ona tilini ham o'qimaganman. Chunki men bo'mish bo'lsam.
obroz ko'payib ketdi. Xo'p, brat, xo'p. Mana uni tayyorla, tentak qilayotgan ish. Yo, qalaysan? Bo'ldi, bizda ham pul bor, nima deyapsan sen? To'g'riroq, brat, ish yo'qmi? Rahmat. Urib o'ldiraman, ber. Rahmat. Sadaqa uchun rahmat. Mayli, bersang sadaqa beraman, ber. Meni tutaman. Usta, o'beqa. Hammasini davay sur bo'lmuş. Voy, bering, Bo'lmuş. Bu Türkler ko'p ekan, yaxshi qildim, sizlar termaydi. Bu turkalar. Ularni ham sotishimiz kerak, soqqani qilamiz. Abitlar ham qoldi. Xo'sh, balada eshitmayapti. Oho, o'tlar o'sib ketdi. Shu kompyuter do'koni deyman, yo'q, kompyuter o'ynaydigan joyim kam. Yo'q, brat, mana bitta kompyuteringizdan o'ynay. Mana ber o'ynaysan. Qancha? 2 dollar 5 minut. Qancha? 2 dollar 5 minut. 2 dollar, bo'lmaydi. Jon, nima deb pushaymon bo'lmaysan? Yo'q, men o'ynashni bilmayman. Rad, ish yo'qmi menga, ish? Keyf hammasi bor, yur. Yo'q, shart emas. Mana bu kimniki ekan, a? Bu dorixona, bu ham meniki, yaqinda olaman. Egasi yo'qmi hozircha? Yo. Dorilar. Qancha turar ekan shu dorilar bittasi, bilmaysiz? Chiqmayapman. Sen ko'rishing kerak bo'lgan narsalar bor burada. Hop. Uxlab qo'yaman. Mayli. Yana mana shu padezlar, Yana ber tupik menimcha. Kala mana shu uy men orzuyim. Faqat derazasidan qara olaman. Qaranglar, qanday chiroyli uy. Kelajakda men ham ko'tarilib ketsam olaman. Lekin zo'r to'g'riroq kun bo'lyapti. Qaysi tentak bu yerga g'ish qo'yib ketgan, kalasi ishlamaydigan. Voy, nima qilyapsan, bu yerda? Ali buldozerman, mana bitta qarab qolib uy bor ekan. Voy. Mani uyman. Tegma deyapman, Ali buldozer, alo. Rad, ish yo'qmi menga, ish? Men senlarga turib qo'ydim. La'natli yomg'ir yog'yapti. Tezroq uyimga kirib olmasam bo'lmaydi. Men ketdim, kefiyman. Uyimdan tomchilar ham chakkayapti. Qaniydi bir boyib ketsam. Uyqum kelyapti. Bu bola noto'yga o'xshayapti. Uyqum yomon kelyapti, akalar. Oy, sovuq, uxlab qolman. Уже ertalab bo'lib ketibdimi? Juda charchabman-da. Xuddi men uchun yo'l ajratilganda yo'l ochib qo'yishibdimi? Qo'yil. Yana o'ku. Kecha ustimdan kirib ketdi, orqasidan borib bir narsa qilsam edi. Men pulini. Bo'lmish sotuvchi, to'g'rirog'i. Bakalashga sotuvchi. Men, короче, mana 11 ta nima olib keldim. Qancha?
11tasi. Ehe. $8 olaymi. Murat, bir yordam qila olmaysiz? Ha, sekinroq olsam kerak. Yo'q, ushlasa bo'ladi. Ha, oldim mana 8 oldi. Davay. Mana shundan borib ish olsam. Oy, bratan, ish bormi menga? Salom yo'q, alik yo'q. Ay, bergim kelmayapti-da, salom nima qilay. Ashla hammasini tashlaysan. Qayerga to'shay, qayerga qo'yay? $10 rozimisan? $10 to'g'ri. Bo'laveradi. Bakalashga tergandan ko'ra. Qayerga to'shayman men bular? Mana yerga toshib qo'y. Mana shu yerga terib qo'y. Aha. Yana bitta ish bor. Bu turganiki aytaman. Ay, buncha og'ir bu. Grija bo'lib qolamanmi deyman-da. Yedrovey. Yagi. Kes bu. Sokay desam kala. Ay belim. Dunyo ko'zimga qorong'i ko'ringanday bo'lyapti. Men nima shunday ishlashni tug'ildimmi? Ay belim. Qani ketdi. Ay, oyog'im urib oldim. Balki qocharsin. Mashina ichiga kirib ketdim. Ha, ko'zimga Ketdingmi? gallyutsinatsiya. Ay. To'xta. Mashinam tepib ketdingmi hozir? Yo'q, men hech narsa qilganim yo'q. Oyog'im tepib ketdi hozir. Oyog'im deb baqirdim-ku. Yo'q, men musor idishga tegdi. Ay. Voy. Yomg'ir yanami, yomg'ir. Belim. Yomg'irda qani edi kimdir to'xtatsa edi, jonimga tegdi yomg'ir. Oyog'im og'rib qoldi. Bu ishlarni hech kim tugata olmaydi. Qachon tugasa, kutasan shunchalik. Yomg'irda ish ketsa. Ko'ramiz, men ham ko'tarilib ketarman. Menga ham ber. Nima deding? Menga ham bering. Ishla. Lezicha. Qani oxirgi kuchni to'playmiz. Mana. Tezlik. Belim. O'zi 20 yoshman, yana belim og'riydi. Yotavermaslik kerak-da uyda. Mayli. Oppa. Bo'lyapman, buncha shoshilma. Davay, 4 tadan. Давай дальше. 4 tane qanday ko'taraman? Bittani arang ko'tardim-ku. Oppa. Давай, oxirgisi. Oppa. Sal. Nu bo'ladi. Давай, pulimni bera olasizmi? Pulni keyin beraman. Yapti ish bor, shu qilsang beraman. Qilasanmi? Unga ham alohida. Qaysi ish? $15 mayli, $15 senga bonusdan. Qanaqa Ya'ni uchun mana shu o'tirgan joying bilan poyakni ichini tozalaysan, supurasan. Davay. Sheyramiz. Bizga bo'ladi. Mana bonusni ishlatyapman. Qanday qilib Idiotcha qilyaptimi?
Bunday sassiq bir vaqtida o'qi deganda o'qish kerak ekanda. O'zi yurmasdim. Naruto o'qib Voy, bo'ldim, bratan, bo'ldim. Wow. Qancha berishim kerak edi senga? 100. 15 berishim kerak edi-ku. Ha, esingizda bor ekan, nima so'raysiz bo'lmasa? Mana 5 ham yetadi. Hatta bu. Voy, men ham ko'rsam maylimi? Sen to'g'ri tur. Bo'ldi, tushundim. Bilsami? Hey, bo'ldi. Voy, hali ham yomg'ir to'xtamagan. Kameralar bor. Men shu bilan o'qib qabul qilaman. To'xtanglar, no dorixona ichkim egasi yo'qmi? Bundan bir ko'rayda. Xo'sh, qanaqa? Bir o'zim ikkinchi maishamni bosib beraychi. La'nati. Mana buni ichida nima bor ekan? Bekini olamiz. Mana bu loymi? Buna yangi usta. Ben ko'rmadim yo bittaman. Oy, mana usta, bo'lmish o'xshamay o'l. Kim mashtinim? Oy. La'nati shu paytda ham kelib qoladimi? Yetay nima bu? Qo'limda loy qilmayman. Bo'lmishga uyqu bersam kashirdi. Alo, baxti, davay. Ishingni o'tirib ket. Yo'q qilaman seni. Ikkita g'alira yo'q. Va sanatlarga tiqishimdi. O'zda bo'lmish yo'qmayapti, shuni ham. Va sanatga ketishimni ham yaqinda ketadi. Tez ketsa edi. Davay, tezki. Chiqsam bo'lar endi. Chektirman bir pizza yeb kelib, qornim ochib ketdi. Sal mitoroq qazib qo'ydik. Mana bu yerda ham buzib olaman. Hech kim yo'qmi? Mana bu yerda nima bor ekan? Uy, $400. Yo, men prosta loy olmoqchi edim, loy mana. Ichga ketmay tur, alo. Oy. Bilsam bu, bir ketishimmi? Lan, Ketyapsan, bo'lmish. Marat. tez ketish kerak. Alo. Bir kim bu? Da bo'lmishni ustidan yozmoqchiman. La'nat. Mana mulkimga zarar yetkazdi. Pulimni olib ketdi. Pullarni qayerga qo'ysam ekan? Mana shu daraxt sindirsamchi. La'nati. Qancha edi? $400 edi. Hammasini olib ketgan. Yo'q, $10 edi. La'nati daraxti. $10 olib ketdi. 5 tagan to'rlarni qo'ydim, uni ham olib ketdi. Bitta oltin blokimni olib ketgan. Hamma narsamni olib ketgan. Jami menga $100,000 to'lash kerak. Bekor daraxt sindirdi. Shunday dorixonamni orqasida bir musulkada yashaydi, korobkadan qurilgan. Doy. Qanchada yetib kelasizlar? Bir kunda yetib boradi. Qayerda? Sizlarni idoralaring. Ana qishloqda. O'lgan ekansizlar. Davay, tezroq keling. $100,000 pul ham tezroq kelib olib beringlar menga. Bo'lmishdi. La'nati daraxtni buzganim uchun ham shtraf solishadi endi. Nima qilaman endi? Mana bu rosa kulgilida. Men suvdan bir ichib olay. Oh. Abbomish to'g'riga borib kelaylik. Yaramas. Eshik tuflab qo'y, yana shuni pulni qol. Pulni ber. Ikkini
Ramiz. Uyga topolmaydi. Uyum. Bo'lmishdi. Mal. Uyimni. Mal. Oy, menga tuhmat qildingiz. Uyim, ey. $100,000 to'laysan sen. Qanday $100,000? Men hech qanday pul olganim yo'q. Men ko'rdim, $400 olding, lekin 15 ta to'laysan. Qani 400 ta yo'q menda mana. Sen men bu ko'chatni bir joyga tikib qo'y. Ta'minlabdan asog'ida gaplashib olishimiz kerak. Yo'q, yur bu yoqqa. Urishasizmi? Men olganim yo'q. Men olganim yo'q. Ay, boshim. Voy, boshim. Men ko'chada emasman. Ana bu meni pichoqladi, la'nati. To'g'rirog'i tosh bilan urdimi nimadir qildi. Mana shuni urdi, bachalalar ko'tartirsayladi, $15,000 pulimni o'g'irlab ketdi. Oy, men ishlayotganim yo'q. Mana shu. Men ishlasa qilganim yo'q. Buni o'zi boshladi. Men pulni olganman. Shu masala tekshirib ko'ringlar. Men buni kameraga olingan ona. Oy, Melisa aka. Men qarang, sizga savolda, hozir $100,000 bundan o'g'irlagan bo'lsam, men shunday aeroportga borib qochib ketmayman, mazza qilib boshqa davlatlarda yashab yurmayman. Sizga savolda mana. Savolga javob bersam, lekin kamera tasvirga tushib qolgansiz, o'g'irlik qilgan. Yo'q, men prosta loy olmoqchi edim, men uyimni yamoqchi edim. Siz gumondorsiz. Hop, dalil isbot yo'q-ku men olganim haqida. Ishonmasanglar, uyni ko'ringlar. Bu meni urib shundan ketkazdi. Ishonmasanglar, kamerasini ko'ringlar. Biz dalil ketdik, ishonmasang, arabani ko'rsatib beramiz. Yursang ko'rsataman dalilni. Sana etingni rasmiga tushirib olganman men hushingdan ketganingda. Otishdan foyda yo'q. Uchun o'zingni meni tutib ber. Mana o'zing ko'rsatdim. Balki kerak emasdir, a? Ishonmasanglar, uyimni ko'ringlar. Mana hech nima yo'q. Kerak. O'zi uyim ham hatto uyimga tegmasanglar kerak-a? Uyingizdan noqonuniy. Bu ham hisobga kiradi. Uying buziladi. Uni lekin bekor qilyapsizlar, ey. O'zimni 4 ta blokli uyim bor. Aytgancha. Yo'q. Faqat uyimni ichiga kirmanglar, maylimi? Siz birinchi qiriyatchi botlar bilan qo'lga olasiz. Yo'q, men kerak emas men. Ishonmaysizlar-ku, nima? O'sanglarchi. Mas'ullar bilan birga ishlaganman. Yaqinda chiqdim, kompyuterni ochib, uchun qo'lingni berdim. Isha taqshir kerak yoki biriktirish bilan o'zing bilasan, hushingdan ketasan yoki qo'lingni berasan, qaysi biri? Qochdik. La'nati. Yana kerakmi? Voy, la'nati.